Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun besharxon yoniga ovozamizni olib kelib o'rnatganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, chekkalari, damalari 8x8 bo'lgan, halligi 2,5lik stinada bo'lgan. Pislarimizga keladigan bo'lsak 2lik bo'lgan. Taglarimiz suylar bo'lgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana eshikni ochilish yopishlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Zamoklarimiz uzun bir zamokda bo'lgan. Tepasiga promo qilib berganmiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Tepasi, pasti shivler bo'lgan. Men sizga hozir orqa qismlarini ham ko'rsataman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol chiroyli qilib qo'yib beramiz, shunday qilib bemalol ko'rib aytishlaring mumkin. Xizmatlar bo'lsa, bastdan nomerimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Mana mahkamgina qilib, chiroyli qilib 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 tadan qilib almashtiramiz, qoqib beramiz.